Nabiy sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriyda kelgan hadisda qaysi biringiz bir xurmoni yarmini agar infoq ihson qiladigan bo'lsa, halol mehnatidan oshingani mana shu bo'ldi. Shuni ihson qiladigan bo'lsa, Alloh taolo buni 10 tomoni bilan qabul qiladi. Va buni qiyomatga davr sizlarga xuddiki biringiz uyidagi hayvonni, uyidagi bo'taloqni, hayvonning farzandi bo'lgan kichkina bo'taloqni qanday tarbiya qilib kattaytirib ulg'aytirgan bo'lsa, Alloh taolo ham bu siz qilgan halol mehnatingiz bilan qilgan xurmonning yarmini Alloh qiyomatga davr kattaytiradi. Hattoki qiyomat kunida siz oshinganingiz va halol mehnatingizdan bo'lgan xurmonning yarmi infoq ihsoningizni tog' hajmichalik bo'lgan masofada, tog' hajmichalik bo'lgan vaznda qiyomat kunida qabul qilib olasiz dedi. Har kuni samodan farishtalar tong vaqtida tushar ekan. 2 farishta har bitta insonning oldiga kelib duo qilar ekan. Bu muttafaqun alayh bo'lgan hadisda kelgan. Bir farishta birinchisi aytar ekanki, Allohumma ati munfiqan xalafa. Ey Robbim, bugun kim infoq ihson qilgan bo'lsa, qilgan infoq ihsonini o'rnini o'zing chiroyli qilib to'ldirib qo'ygin deb duo qilar ekan. Farishtaning duosi albatta ijobat. Ikkinchisi kelib aytar ekanki, Allohumma ati mumsikan talafa. Robbim, bugun kim qodir bo'lib turib, oshinib turib berishligiga holati bo'la turib, agar u qizg'anadigan bo'lsa, berkitadigan bo'lsa, ushlab turadigan bo'lsa, Allohim buni bor bo'lgan barcha mol dunyosiga talofat yetkazgin deb duo qilar ekan. Bu farishtalarning duosi albatta ijobat bo'lgan duolardandir.